Hozir o'zi asli bitta qo'shiq so'radinglar, bu ikkinchisini aytdim. Ukam ham iltimos aka kech qolib keldim. Alamjonda so'radi. Endi ustozni ham bir eslab qo'yamiz bahonada. Yot ida yar bo'ldi. Voy alamjon jonim. Yarisga yar bo'ldi. Voy alamjon jonim. Yarga aql yetmasmi? Vedalashib ketmasmi? Yarga aql yetmasmi? Vedalashib ketmasmi? Yana kelar yar bo'ldi. Voy alamjon jonim. Yana kelar yar bo'ldi. Voy alamjon jonim. Kimga kim zar bo'ldi. Voy alamjon jonim. Kimga kim zar bo'ldi. Voy alamjon jonim. Do'ppim yechdim, esimga tushib ketdi. Passa chalib turaverasiz. To'yda biz hali ham yigitlar. Passa chalib turasizlar. Hozir esimga tushib ketdi. Juda ham passa chalinglar. Men gapni ochig'i qiyomatlik ukalarim o'tgan safar kelganimda gapirib bergan edim. Alhamdulillah shukr, qiblagohim ham, volidam ham hayotlar. Alloh umrlarini ziyoda qilsin. Dadamni dadalarini qo'lida ko'proq katta bo'lib, haligi qo'pol qilib aytganda qari odamdan tahsil olib deydimi, ong o'tib qolgan menga. Bu gapni gapirganimni boisi meni ashaddiy muxlisim, ustozim desam mubolag'a bo'lmas, opoqim rahmatlidir. Ota deb o'rganib qo'yaman, opoqim rahmatli. Bunday qilganimning boisi
bir qo'shiqni yodladimmi? Ota o'tiring, mo qo'shiqda aytib berayin desam, to'xta, o'tir, ayt derdi. Aytsam do'ppisini yerga urib chiqib ketardi. Emotsiyaga berila olmayapsan, dostonsan. Qo'shiq kimning dardini yozgan, kim uchun yozgan? O'sha insonga kerak bo'lsa, pastroq usta, rahmat. Kerak bo'lsa meni kechirasizlar, bu yerda o'tganlarimiz bo'lsa, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Faraz qilgin, jon dadamda aytyapsan mana doston. Kak yetim bolani o'rnida o'zingni his qil. Dard bilmas, tana boshqa deydi. Qachonki o'sha yetim bolani rolini o'ynaysan, keyin yurakdan ijro etasan. Bu kim nech pul qistirarkin deb aytma. O'sha she'rning ma'nosiga, matniga qara. Kimning dardini yozyapti? Shunga qarab aytgin dedi. Endi men gap ochig'i aytib o'tgandek, qari odamni qo'lda o'sganman. Bu zamon rivojlandi. Mana 21-asrda yashayapmiz. Bu ana telefonda kommentariya deydimi? Kommentariyada yozishyapti ekan. Endi betga aytganda zahri yo'da deb, zamonaviy gadoyu deb. Xomstimga banda gapiraveradi. Muso alayhissalomni gapirishgan biz hech kim basmiz. Javob desh bandasiga emas, bandadan zo'r chiqmaydi. Bitta zo'r tepara. Hammamizga Alloh kifoya qilsin. Nima derdi hali yodlab olgan edim. Negativlarga ham hisob bersin iloyim. Ay alam can can siyah canım kar bulgur. Ay alam can canım hoş geliyor köp edi çekkeli köp edi hoş geliyor köp edi çekkeli köp edi hayırlı şiar buldum. Vay alam can canım hayırlı şiar buldum. Vay alam can canım yar çıktı yatlarının artıdan. Yar çıktı yatlarının artıdan. Vay alanlap çiğkenim kaldı. Bir vapani rüzgar şartıdan. Derdim çiğke salganım kaldı. Bir vapani rüzgar şartıdan. Derdim çiğke salganım kaldı. Vay alam can canım. Vay alam can Otam rahmatli to'g'ri aytgan ekan. Doston hali ham kechmas, san'atkor bo'lma. Shuna xonasi kelib qoladi. Ikkiga bo'lina olmay ikkilanib turaverasan degan edi. Hozir mana kakras ikkita qo'shiq so'rashdi.